Hürmetli vatandaşlarımla şeyimizin devamlaştırmamız. Amerika Qo'shma Shtatlarning muavin prezidenti Joe Biden Amerika Janubiy dengizida davomli faoliyat qiladi dedi mavzuli xabar. 7-oyning 21-kuni Washington betida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Joe Biden haftaning 3-kuni chorshanba Avstraliyada bunday ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy Jungo dengizi rayonida dengiz havo qatnashining to'salg'isiz bo'lishini kapolatga ega qilishni davomlashtirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Janubiy dengizda havo qatnashining dengiz qatnashining to'salg'isiz bo'lishini kapolatga ega qilishni davomlashtirdi. Avstraliyaning Sidney shahrida Amerikaning muavin prezidenti Joe Bidenning Amerikaning tashqi siyosatini sharhlab so'zlagan nutqi eng muhimi Jungoga qaratildi deb sanaldi. Muavin prezident Joe Biden Prezident Obamaning so'zlaridan naql keltirib bunday ko'rsatdi. Amerika Osiyo Tinch okean ishlariga umumyuzlik qatnashadigan cho'ng davlat. Diqqat vatandoshlar. Amerika Osiyo Tinch okean ishlariga umumyuzlik qatnashadigan cho'ng davlat. Bu Prezident Obamaning so'zi. Bu so'zni hozir Avstraliyada muavin prezident Joe Biden naql qilib ishlatyapti. O'tmishda shunday edi. Osiyo Tinch okeaniga aralashgan edi. Bundan keyin ham shunday bo'ldi. Demak, Amerika bir cho'ng davlat. Prezident Obama so'zlagan Osiyo Tinch okean ishlariga aralashadi. O'tmishda shunday edi. Bundan keyin ham shunday qildi. Prezident Obamaning bu so'zini muavin prezident Joe Biden Avstraliyaning Sidney shahrida naql qilib qayta ta'kidlayapti. Muavin prezident yana bunday ko'rsatdi. Amerika Osiyo Tinch okean rayonida hargiz ayrilmaydi. Diqqat vatandoshlar. Muavin prezident Joe Biden yana bunday ko'rsatdi. Amerika Osiyo Tinch okean rayonidan hargiz ayrilmaydi. Chunki Amerikaning bu rayonda mavjud bo'lib turishi tinchlik va muqimlik uchun intayin muhim. Undaq bo'lmaydi ekan, iqtisodning taraqqiyotiga ta'sir etadi. Amerikaning o'rni intayin halqiliq bo'lg'achqa Janubiy dengiz rayonida havo va dengiz qatnashining to'salg'isiz bo'lishini kapolatga ega qilishimiz intayin muhimdir. Shunday qilganda savdo tijorat erkin qatnashning to'salg'isiz bo'lishini va iqtisod gullanishini ishga oshirg'ili bo'ladi. Bu ish bir rayonning hayot yo'lidir. deydi Joe Biden, muavin prezident Joe Biden. Muavin prezident Joe Biden yana bunday ko'rsatdi. Men Jungoning raisi Xi Jinping bilan uzun muddatlik do'stlikni saqlab keldim. Oraliqda Xi Jinpingga bunday dedim. Amerika Osiyo Tinch okeani rayonidagi roli va o'rnidan voz kechdi ekan degan so'zlarga umid bog'lamanglar. Amerikaning davlat mudofaa rasxodi 8 qudratli harbiy kuchga ega davlatning harbiy xarajatining yig'indisidan ko'p. Osiyoning kelgusiga Amerikaning ko'ngil bo'lishi boshqalar uchun emas, balki eng muhimi Amerika o'zining manfaati uchundir. Demak, muavin prezident Joe Biden do'st bo'lishgan rais Xi Jinping, Jungoning raisi Xi Jinping shunday deganki, oxirida ko'rib turinglar. Amerikaning Osiyo Tinch okean rayoniga ko'ngil bo'lishi boshqalar uchun emas, balki eng muhimi Amerika o'zining manfaati uchundir. Selishtiring, hurmatli vatandoshim. Muavin prezident Joe Bidenning Avstraliyaning Sidney shahrida so'zlagan so'zini biz hozirlar ko'rib o'tgan Washingtonning 5 nuqtaga yoki 5 hargiz yig'inchaqlab so'zlagan so'zlarini selishtiring vatandoshim. Yani başka taraftan muavin prezident Joe Biden Avstraliyada Amerikaning Janubiy dengizi to'g'risidagi maydonni sharhlagan bir vaqtda Jungoda ziyoratda bo'layotgan Amerika dengiz armiyasi urush qilish bo'limining boshlig'i John Richardson, admiral John Richardson haftaning 3-kuni Jungo dengiz armiyasining harbiy bazasini ko'zdan ko'chirganda bunday ko'rsatdi.
Amerika armiyasi davamlı xalqaro qonunlarga asoslanib, jumladan Janubiy dengizni o'z ichiga olgan. Xalqaro dengiz okeanda odatdagidek qatnaverdi. Havo tavalligida uchaverdi. Bu nuqta herkes o'zgarmaydi. Leksiyalarimiz bugün şunun bilan oxirlashdi, hurmatli vatandoshim. Siz endi gap tinchlik, muqimlik, urush, purush degan so'zlarni bir taraf qayirib qo'yib, Jungoning Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoni nima? Amerika Qo'shma Shtatlarining Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoni nima? Hozir Jungoning admirali Washington 5 hargizni o'tirib qo'ydi. Endi sizlar Amerika Qo'shma Shtatlarining muavin prezidenti Joe Bidenning Avustraliyaning Sydney shahrida so'zlagan nutqini ko'rib o'tdinglar. Selishtiringlar vatandoshim, tahlil qilinglar. Bundan chiqadigan hukm sizlarning tasavvuringizga xos hukmdir. Zodi nima? Amerikaning Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoni nima ekan? Jungoning Janubiy dengiz to'g'risidagi maydoni nima ekan? Xo'sh, shundaqda bu maydonning o'rtasidagi qarama-qarshilikni yoki ziddiyatlik holat munosabatlarini Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo hukumatı zada qaysi usulda hal qiladi? Biz yuqorida ko'rib o'tdik. Hozir Jungoning Janubiy dengizga esilib olishi, Janubiy dengiz voqeasini paydo qilayotganligi, Jungoning iqtisodi o'sallashdi. Jungo fuqarolarining zehni va kuchi aqli Jungoning iqtisod masalasiga markazlashdi. Buni burib o'tish uchun, buni yo'tkib o'tish uchun Jungo Janubiy dengiz masalasini yoki sapsatisi egalik huquq sapsatisi ko'tarib chiqdi deb Amerika Qo'shma Shtatlar Cumhuriyetler Partiyasining mamlakatlik vakillar qurultayida ma'qullangan programmamizda shunday bir mazmunni o'ttirib qo'yganligini o'ttirib ko'rib ketdik. Boshda ko'rib o'tdik, hozir ko'rib o'tdik vatandoshim. Bugungi leksiyaning muhimlik darajasini men o'zim bilib turibman. Shuni sizlar har bir so'zlagan leksiyadagi mazmunlarni bir-biriga selishtirsanglar ajoyib bir mintaqalik fikr o'ttirib chiqdi. Bo'lib 8-oyda Jungo Sinkako Aralı atrofida Yaponiya Jungo to'qnashuvni paydo qilmoqchi degan gap o'tirib chiqib bo'ldi. Demak, shuning bilan tangla Yaponiya matbuoti va boshqa matbuotlar e'lon qilib, Amerika Qo'shma Shtatlari Tinch okean pilotining qo'mondoni admiral Harry Harrisning 25-kuni Yaponiyani ziyorat qiladiganligini ikki masala. Jungoga qanday qabul turish, Çavuşanga qanday qabul turish masalasini maslahatlashadiganligidan shu narsani ko'rib olinglar, hurmatli vatandoshim. Dunyoning vaziyati qiltinoq holatiga kelib qoldi.